siz ikkinchi marta kelish, birinchi juda ham og'ir keluvdingiz. Shunaqa og'ir keluvdingiz, ahvoli va esizdami? Bir narsa video ham qiluvdik. Siyomasdan shu bilan ancha yaxshi bo'lib ketuvdi. Shu sentyabrda kelishlari kerak edi. Sentyabrda ahvollari sal to'g'ri kelmagan. Endi keldilar. Lekin 3 oydan kelgandan keyin yaxshigina kattagina uni olib qo'yish kerak edi. Asid bilan keluvdilar. Mana qarang, hozirgi go'ralarini, hozir mana 6 kun, 7 kun ichida polniy suyuqli mana polniy ketdi. Allohga shukr. Qornlarim ketdi. Qorningizda suyuqlik qancha bor edi? 6,5 litr suv. 6,5 litr bo'ldi. Hozir mana umuman pashta suyuqlik umuman qolmagan. Buning hammasi sizning orqangizda. Rahmat. Samim bilan eng kerakligi o'zingizga yaxshi ahamiyat bering deb. Oldingi safar mana 1 oydan keyin dedim, chunki aholisi ancha og'ir edi. Esizdami? Bolalarim qolib ketadi-ku, endi kimga qoladi deb ancha qiluvdilar. Yaxshi bo'lib ketuvdilar. Yaxshi bo'lib ketuvdilar. Allohga ming shukr. Lekin 1 oydan keyin emas, 3 oydan keldingiz-da. O'shaning uchun ham ozgina shu ushlanib qolganni o'tkazib bordingiz-da. O'shaning uchun suyuqlik yig'iluvdi. Mana suyuqlik ham hozir ketdi. 7-kuni 6 litr edi. Xudo xolisi barobar harakat qilamiz. Barobar harakat qilamiz. Eng kerakligi, xo'p? Barobar harakat qilamiz, Xudo xolisi.